Assalomu alaykum. Men Toshkent kimyo texnologiyalari instituti neft-gaz kimyosi va texnologiyasi yo'nalishi 1-kurs magistratura talabasi Ernazarov Asliddin. Bugun biz sizlar bilan dissertatsiya mavzuyimda qo'llagan ilmiy metodlardan biri, ya'ni eksperiment metodi haqida qisqacha bayon qilaman. Mening dissertatsiya mavzuyim ko'p oltin gugurtli tabiiy gazni fizik assorpsion tozalash jarayoni va atrof muhitga bo'lgan ta'sirini kamaytirish. Tanlagan metodimiz eksperiment metodi. Bu tadqiqotchining jarayonga faol ta'sir ko'rsatishi, sharoitlarni o'zgartirib, natijalarni kuzatishi va qiyoslash orqali ilmiy xulosa chiqarishidir. Bu metodning afzalligi esa natijalar aniq, ishonchli va qayta takrorlanadigan bo'ladi. Eksperiment davomida o'zgaruvchilar ikki xil bo'ladi, ya'ni mustaqil o'zgaruvchi va bog'liq o'zgaruvchilar. Mustaqil o'zgaruvchilarga misol uchun tanlangan assorbent turi yoki harorat va bog'liq o'zgaruvchiga esa oltin gugurtni yutish samaradorligini misol keltirishimiz mumkin. Tadqiqotimiz bosqichlari quyidagilardan iborat bo'ladi, ya'ni assorbent tanlash va tayyorlash, assorpsiya jarayoni maxsus laboratoriya qurilmasidan bajarish, bosim harorati vaqtga qarab natijalarni aniqlash, analitik asboblarda gaz tarkibini qayta tekshirish va olingan natijalarni esa matematik qayta ishlash. Misol uchun ziyonlik asosidagi assorbent qo'llaganimizda 40-60 gradus Selsiyda oralig'ida oltin gugurtni yutish samaradorligi eng yuqori bo'lishi mumkin. Bu esa gipotezani tekshirishga yordam beradi va olingan natijalarni esa quyidagilarga erishishimiz mumkin. Ya'ni birinchisi gaz sifatini oshirishimiz mumkin va atrof muhitga zararli chiqindilarni kamaytiramiz hamda sanoat uskunalarini xizmat muddatini uzaytirishimiz mumkin. Shunday qilib eksperiment metodi mening dissertatsiyamda muhim o'rin egallaydi, chunki amaliy jihatdan foydali va ilmiy natijalarga erishish imkonini beradi. Qisqacha shu, e'tiboringiz uchun rahmat.